Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Nuriddin Ismoilovning Burgut tog'da ulg'ayadi nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Adibning hukmingizga havola etilayotgan kitobi Burgut tog'da ulg'ayadi sarguzasht detektiv romani dolzarb mavzuga bag'ishlangan bo'lib, jinoyatchilikka qarshi kurash, hayot tashvishlari va quvonchlari, insonning jamiyatda tutgan o'rni va boshqa masalalar badiiy inkosini topgan. Otalar, onalar va bolalar tarbiyasi muammolari, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurash, ishq, muhabbat, sadoqat kabi insoniy tuyg'ular qiziqarli voqea hodisalar orqali mahorat bilan gavdalantirilgan. Yozuvchining bu asari sarguzasht detektiv janri boyitishga xizmat qiladi degan umiddamiz. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.